Kelin, bu yangilik bormi? Men ham bir nabiralik bo'lamanmi? Qo'shni, yangilik bormi? Uzoqib ketmadinglarmi? Ovsinjon, yangilik bormi? Harakat qilinglar. Lekin yangilik bormi? Biz ham bir jiyanli bo'laylik. Har bir so'rov avvalgisidan og'irroq botadi va barchasi dahshatli tarzda yig'ilib boradi. Aytaylik, 100 ta odam so'radi va har birining og'irligi 1 grammdan ortib bordi. Jami qancha yuk ortilganini hisoblab ko'ramiz. Ya'ni 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini topamiz. Bu juda oson. Ushbu formula orqali topiladi. Bu yerda n oxirgi son. Demak, 100 ni ko'paytiramiz. 100 plus 1 ga va bo'lamiz 2 ga. Jami 5050 grammlik toshni kelinning bo'yniga ortib qo'ydik. Bu formula bilan birdan istalgan raqamingizgacha bo'lgan sonlarni yig'indisini topsangiz bo'ladi. Iltimos, farzandlarimizni bu savol bilan qiynamaylik. Bu savol qanchalik og'ir botish haqidagi fikrlaringizni albatta yozing. Videoni iloji bo'lsa hammaga jo'nating. Zero u ham navbatdagi toshni ilib qo'ymasin. Formulani emas, insoniylikni unutmaslik uchun videoni saqlab qo'ying. Hayotni matematika bilan tahlil qilish uchun menga obuna bo'ling.